Mana azizlar, agar qarzlarga botib ketilgan bo'lsa, har kechasi Voqea surasini o'qishni kanda qilmang. Xuddi 5 mahal namoz sizga farz bo'lgani kabi, Voqea surasini o'qishni ham farz darajasida deb bilingda, har kechasi shuni o'qing umid bilan va sababini aqtaravering, ishingizni qiling, kasbingiz bilan avora bo'ling inshaalloh. Alloh taolo albatta o'z barakasini beradi, qashshoqlikdan sizni qutqaradi, xalos etadi inshaalloh. Faqat ixlos bilan, ishonch bilan, iymon bilan, e'tiqod bilan qilish kerak buni. Ha endi domla bir aytib qo'ydi-da, kim ko'ribdi buni? Minglagan odam ko'rgan, millionlagan odam ko'rgan, o'z isbotini topgan. Agar kim shu to'g'risida shak shubha qilsa, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadis shariflari to'g'risida shak shubha qilgan bo'ladi, u insonning iymonida ham shak bo'lib qoladi. Iymon bilan, savobini umidvor bo'lgan holda bajaring inshaalloh, qarzingizdan xalos bo'lasiz. Men o'zim necha odamga tavsiya qilgan bo'lsam, deyarli hammalari kelib tashakkur etishgan.